Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun oshxonamizda juda ham yumshoq va mazali olmali sinnabonlar. Buning uchun 500 gram un, 60 gram shakar, 2 dona tuxum, 7 gram quruq achitqi, 100 gram yumshoq sariyog' hamda 200 gram iliq sut kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Ilitilgan sutga shakarni qo'shamiz. Hamda undan 3-4 qoshiq miqdorida solib, achitqini ham qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustini yopib, 15-20 daqiqaga oshirish uchun qoldiramiz. Ko'rib turganingizdek, oshirma tayyor. Endi qolgan masalliqlarni qo'shib, xamir qoramiz. Birinchi navbatda tuxumlarni solamiz. Va qo'limiz yordamida xamir qorishni boshlasak bo'ladi. Istaganlar videodagidek mikserdan foydalansa bo'ladi. Aralashmaga oz-ozdan un qo'shib, xamir qorishni davom etamiz. Jarayon davomida yumshatilgan sariyog'ni ham oz-ozdan qo'shib boramiz. Qo'lda tayyorlaganda ham, mikser ishlatganda ham xamirning yakunlash qismida qo'l bilan yakunlash afzal deb bilaman. Chunki faqatgina qo'l yordamidagina xamirni his qilish, kamchiliklarni sezish mumkin. Xamir juda ham yumshoq, lekin qo'lga yopishmaydigan bo'lishi lozim. Keragidan ortiq un qo'shib yubormaslik kerak. Xamirni ustini yopib, oshirish uchun iliq joyga qoldiramiz. Bu vaqt orasida ichiga solish uchun solinma tayyorlab olamiz. Buning uchun ikkita katta olma ishlatilgan. Agar kichikroq bo'lsa, 4-5 tagacha olma ishlatsangiz bo'ladi. Po'choqlaridan tozalab, mayda to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Kesib tayyor bo'lgan olmalarga 5-6 osh qoshiq miqdorida shakar, 1 osh qoshiq makkajo'xori kraxmalidan va yarimta limonni suvini siqqan holda qo'shamiz. Tabga ko'ra dolchin, ya'ni koritsa ham qo'shish mumkin. Yaxshilab aralashtirib, past olovga gazga qo'yamiz va shakarlari to'liq erib, rangi biroz to'qroq tusga kirgungacha aralashtirib turamiz. Gazdan olamiz va sovigandan so'ng 2-3 osh qoshiq miqdorida qaynatib quyultirilgan sut qo'shamiz. Uning o'rniga qaymoq ishlatsa ham bo'ladi. Bu orada xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni taxminan 1-1,5 sm qalinlikda yoyib olamiz. Yoyilgan xamir ustiga tayyorlangan olmali solinmaning barchasini qo'yib, bir tekisda yoyib chiqamiz. Xamirni videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Bulochkalarni pishirish uchun o'zimizda bor bo'lgan istalgan turdagi chetlari baland bo'lgan qoliplarni tayyorlab olamiz. O'rab olgan xamirimizni esa videoda ko'rsatilgandek taxminan 2 barmoq qalinligida qilib kesib chiqamiz va qoliplarga joylab olamiz. Xamir yana biroz ko'tarilib olishi uchun ustini yopgan holda 15-20 daqiqaga qoldiramiz. Ko'tarilib olgan bulochkalarni oldindan qizdirilgan 180 darajadagi duxovkada usti tillarang ko'rinishga kelgunga qadar pishirib olamiz. Bu orada ustiga surish uchun krem tayyorlab olamiz. Buning uchun 250 gram qaymoqli pishloq, 200 gram qaymoq va tabga ko'ra shakar pudrasi yoki quyultirilgan shakarli sut ishlatamiz. Sinnabonlar pishib olgach, issiq holatida kremdan ustiga surib chiqamiz.
judayam yumshoq va judayam mazali, ayniqsa issiq holatida. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga va oila a'zolaringizga albatta yoqadi. Hali bunaqa o'zgacha sinnabon yeb ko'rmaganingiz aniq. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling. Obuna bo'lishni, yoqtirish tugmasini bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang.